Bonnie Minecraft. Salomlar hammaga. Mana endi biz bugungi videomizda mana shunaqa har xil bloklarga narsalar quramiz. Bu videomizning birinchi qismi har bir qismda bitta blokka o'tamiz. Birinchi bo'lib hozir bizning bosib olmoqchi blokimiz mana shu taxtadan yasalgan blok. Mana anavi skeleton bor naryoqda, shularni o'ldirib bosib olishimiz kerak. Shuning uchun o'tish uchun bu yerdan bu pastda mana mollar bor. Bu yerda pastroqqa tushsak, mana sandiqda daraxtlar bor, mana 3 tasini olamiz va chiqib ekamiz. Bularni ekkandan keyin bularni to'plab olib nima desak bo'ladi? Anavi epik narsalar yasab mana u yerni bosib olishimiz mumkin. Shuning uchun mana bittasini bu yerga, bittasini esa bu yerga. Bu juda yaqinda qoldi. Shuning uchun buni bu yerga. Bular uchuncha biz bu yerdan yer topib ham boramiz. Men yangi Minecraft'man, shuning uchun ko'proq narsalarni bilmayman. Siz men ayta olmagan narsalar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Meni yaxshi biladigan bo'lsangiz Minecraft'ni yozib qoldiring. Shu yerdagilarni chopib olib, nariga o'tishga harakat qilamiz. Hozir kechqurun tushyapti, shuning uchun zombilar chiqib kechqurun bizni xo'rlashmasa bo'ldi. Men ozgincha sujun turaman, e'tibor bermaysizlar. Mana. Ovozim bormay qolayotgan bo'lsa uzr. Men telefonda o'ynayman, mikrofonim ham yo'q. Shuning uchun ovozim yaxshi bormaydi. Mana 30 ta blokimiz bo'ldi, shular bilan o'tamiz. Lekin bu yerni bosib olib bo'lmaydi. Shuning uchun nariyoqqa o'tib taxtalarni qirashga harakat qilamiz. Men o'tgan videom car parking haqida bo'lgan. Zo'r bo'lgan, ukam bilan olganman. Ukamning ismi Hasanboy Gaming. U ko'proq car parking o'ynaydi. Car parkingni mendan yaxshi tushunadi. Shuning uchun car parking haqida video olaylik dedi. Men ham car parking haqida video olib qo'yardim. Ozgincha car parking haqida ham video olib turaman. Mana shu yerdagi taxtalarni olib zombi o'tirgan joyga tushib, zombini qafasini bosib olamiz. Endi taxtaga aylantirish kerak. Vertiga kesamiz. Va bu yerga qo'yib kirkaga yozib oldik. Deganda kirka ham kerak bo'ladi. Endi bosib olish uchun suvni yuzini ochishga harakat qilamiz. Mana bo'ldi. Suvga tushamiz. Bu zombilar ham borgan. Bugun boshda zombilarni yopish kerak. Qo'limizda bizni xo'rlashadi. Bu yerdan yopib qo'yamiz. Shunda bir ketin kelishadi zombilar ham. Mana bu talbi endi nima qilamiz? Boshlamamni skeletonni qoqsak yaxshi bo'ladi. Yopib qo'yishda birinchi harakatimiz o'xshamadi. Endi ikkinchi harakat. Bizda hali ham epik narsalar yo'q. Men bu skeletonni boshda yopish kerak.
Shuning uchun boshqa zombini yapamiz. Tepaga chiqqanini yapamiz mana. Ana skeletondan himoya uchun shu yerda turibman. Bo'lmasa otib qo'yapti, biling. Mana yana otdi. Ana skeleton ham o'ldi. Bitta zombi qoldi. Buni xo'rlash men uchun sharafdir. Bu yerni bosib olishdan maqsadimiz bu yerda bizga kerak narsalar bor. Yotoq qurish uchun ham narsa bor. Tepadagi sandiqda mana bizga ishton berdi. Mana kiyib olamiz. Mening kiyimim oddiy. Mana biz buni uddaladik. Mana bu yerda ko'mir bor, masala. Bu yerda sandiq ham bor. Sandiqda Başımız gerek. İkinci koyumuz kalmadı. Ana üçüncüsü. Endi bizga verstak bormidi bizga verstak. Yo'q o zaman. Nima? Mana bu taxtalarni kazib olamiz. Bizga yetmay qolsa mumkin. Yo'q qurib tuzatib ko'ramiz. Mana versakim yo'qolib ketibdi, shuning uchun mana tuzatib qo'ymadim. Oq qo'yning terisi kerak. Yana qora qo'y. Maqsadimiz amalga oshmayapti. Buning qilishning oson yo'li bor. Ular ham jun. Yana bitta shundan olsak, boshqacha yotoq yasashimiz mumkin. Mana maqsadimiz o'z g'oyasiga yetyapti. Oldu. Olib qoldim. Bu yerga buni qo'yamiz. Bu yerga o'tib buni qo'yamiz. Va bizning yotoqimiz tayyor. Mana uxladik. Mana biz maqsadimizga erishdik. Videomizning keyingi qismini ham ko'rish uchun obuna bosib qo'ying. Bu birinchi qism, ikkinchi qism bir kunga, 2 kunga chiqadi. Sizlar bilan Doni, xayr.